Assalamu alaykum hörmətli televizor görgüçülər. Görüb atqanınla Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısı. Proqramımız xoş gəldinlər. Məzkur proqramımızda muş bir həftə jarayonida radiomuzda Uyğurlarga dair anlatılğan bir qism mühim xəbərlərni əsiltib ötdümiz. Mən Erkin. Mən Gülçehra. Tövəndə diqqətinizlə xəbərlərimizin təfsilatı bolsun. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişi'nin qararlıq yığını 6 noyabr günü Cenevada başlanıp, Xitay Kişilik Hukuk Hatirisi qararlıq görüp çıkıldı. Yığında Amerika, Kanada, Belgiya, Çek Cumhuriyeti, Fransiya, Germaniya, İslandiya, İrlandiya qatarlıq 16 devlet, Xitay hükümetinin Uyghur elinde lagerlarını kurup, Uyghurlarını ve başka Müslüman xalqlarını qamağanlığını tanqid qıldı. Şuningdek yana Birleşken Devletler Teşkilatı'nın derhal tekşiriş edip berişini, Xitayning bu lagerlarni derhal taqishini talab qildi. Yig'inda Amerika vakili biz Xitoy hukumatini Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida yo'lga qo'yilgan tutqun qilish lagerlari qatorli qonunsiz tutqun qilish vositalarini darhol oxirlashtirishga, yuz minglagan, balki millionlagan tutqunlarni darhol qo'yib berishga chaqiramiz dedi. Shveysariya vakili biz Xitoy hukumatini Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi barliq qayta tarbiyalash lagerlarini darhol taqashqa, shuningdek kishilik huquq oliy komissarligining alohida xodimlarini rayonga avatishiga chaqiramiz dedi. Shu kuni biror mingdak Uyg'ur va Uyg'urlarni qo'llaydigan ommaviy tashkilotlar yig'in maydonining sirtida namoyish qilib, Xitoyga noroziligini bildirdi. Lekin yig'inda Xitoy vakili lagerlarni aqlab, bu o'rinlarda oshqunlikqa qarshi tarbiya va kasbiy o'rganish elib berayotganligini ilgari surgan. Yaqında bir anglag'uchimiz radiomizga maktub yo'llab, Qashqa Uyg'ur nashriyotida o'tgan yildan buyon jami 14 kishining tutqun qilinganligi, bularning ichida ataqliq shoira Chimangul Avutning borligini tilga olgan edi. Shu munosabat bilan muxbirimiz Qashqadagi aloqador o'rinlarga telefon qilib, Chimangul Avutning bu yil 7-oyda tutqun qilinganligini dalilladi. Aşkarlanışça dairler Chimangul Avut'tan sırt yana mazkur nashriyatning muavin baş muharriri Ablajan Seyitni tutqun qilgan. Bu dolqunda yana mazkur organning pensiyaga chiqqan sobiq baş muharrirlardan Abliz Ömer ve Osman Zununlami tutqun qilingan. Bu uchur navbatda Qashqada siyosiy qonun sohasida xizmat qilayotgan bir xodim tarafidan dalillandi. Radiomuzga kelgan uchurda qayd qilinishicha, doirlar barliq Uyg'urcha nashr bo'yimlariga qarta tekshirish elib berayotgan bo'lib, xatarli kitoblar, mas'ullik kitoblar deb qaralgan kitoblarning nashr qilinishida mas'uliyati bor deb qaralganlar umumyuzlik tutqun qilinmoqda ekan. Qashqa siyosiy qonun sohasidagi yuqori xodim aloqador o'rinlarning tekshirishi natijasida Xinjiang Xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan 1000dan ortiq kitobning, Qashqa Uyg'ur nashriyati tarafidan nashr qilingan 600dan ortiq kitobning mas'ullik kitob deb bekitilganligini oshkorladi. Avstraliya Tashqi ishlar ministri Marisa Payne xonim 8 noyabr kuni Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan uchrashganda Avstraliyaning Uyg'ur elidagi lagerlarga bo'lgan andishalarini o'tirib qo'ygan. Fransiya agentligining xabar qilishicha, uchrashishdan keyin ikki taraf axborot yig'ini chaqirgan. Yig'inda Payne xonim ochiq qilib, lagerlar masalasi to'g'riliq Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan so'zlashganligini bildirgan. Biroq u suhbatning tafsiloti ustida to'xtalmagan. Fransiya agentligining xabarida odatda tashqi ishlar amaldorlarining kishilik huquq masalasida Xitoyni ochiq-oshkor holda ayblashi nihoyat oz uchraydiganligini bildirdi. Lekin Wang Yi voqeaga terrorlik bilan kurash qilish nuqtasidan baho berishni va Xitoy hukumatining asabiylikning yamarab ketishining oldini olayotganligini ilgari surgan. Xalqarodagi kuzatuvchilarning qarashicha, Uyg'ur elida minglagan olimlar, adiblar, ziyolilar va puldorlar lagerlarga qamalgan bo'lib, Xitoyning bu tashviqotlari putirab turmaydi ekan. Ota-onasi lagerlardagi Uyg'ur bolalarining qishliq kiyim-kechakka jiddiy ehtiyojli bo'lishdek qiyinchilikqa duch kelayotganligi ma'lum bo'ldi. Yaqinda Xitoy ijtimoiy taratqullari tarqalgan bu haqdagi murojaatnoma Uyg'ur bolalarining qiyin ahvolini oshkorlab bergan. Ma'lum bo'lishicha, Xotan viloyatining qo'shtil ma'rifiga yordam berishga kelgan 2 nafar Xitoy o'qituvchi Jungo Sodi Xinjiang undador to'pida bir murojaatnoma e'lon qilib, yaxshi niyatli kishilarning bu bolalarga yordam qo'lini sunishini umid qilgan. Murojaatnomada bolalarning kiyim-kechigi shundoq nepiz, oyoqlarining hammasi yirtiq, tushuk. Biz ma'arifga yordam berishga kelgan o'qituvchilarning hammamiz bek azoblandik deyilgan.
Müracaatnamada İAN toplashqa Xotan Keriya Naylik Langar Yeza Mərkəzi Başlanğıç Məktəbinin adresi berilgan. Muxbirimiz müracaatnamadagi aloqalashish nomeriga telefon qilgan bo'lsa-mu, telefonni olgan kishi muxbirimizning ziyoratini qabul qilishni rad qildi. Oshkorlanishicha, Xitoy hukumati ota-onasi lagerlardagi qaranchuqsiz qolgan bolalarni urug' tuqqanlarga berishni rad qilib, har qaysi joylarda lagerlar bilan bir mezgilda qurilgan Farishtalar bog'chisi yoki Farishtalar maktabi degandek nomlardagi o'rinlarda tutib turmoqda ekan. Sharqi Turkiston Milliy Kengashining yig'ini 8 noyabr kuni Germaniyaning Myunxen shahrida boshlandi. Myunxendagi bir mehmonxonada boshlangan bu yig'inning ichilishi murosimi Sharqi Turkiston istiqlol marshi bilan boshlangan. Yig'inga 23 davlatdan kelgan 250 tak Uyg'ur siyosiy faoliyatchi, chet ellik diplomatlar, parlament a'zolari, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining vakillari qatnashgan. Yig'inda Dünya Uyg'ur qurultayi raisi Dolqin Aysa apandi ichilish nutqi so'zlab, bu qitimqi yig'inning ahamiyati va kelgusidagi vazifalar haqida to'xtalgan. Orqadan Dünya Uyg'ur qurultayining sobiq raisi Erkin Olibtekin apandi so'z qilib, Xitoyni ogohlantirgan. O, Xitoy Uyg'urlar bilan o'ynasa, butun Markaziy Osiyoni o'tqa tiqadiganligini bildirgan. Yig'inda yana tahdid ostidagi xalqlar tashkilotining direktori Ulrich Delius, Yevropa Tibet harakati tashkilotining mas'uli Kai Moller, Angliyaning sobiq ichki ishlar ministri Norman Baker, Bavariya Xristian Sotsialistlar partiyasining mas'uli Bernard Posselt va Birlashgan Davlatlar Tashkilotining sobiq alohida dokladchisi advokat Ben Emerson qatorliq kishilar so'z qilgan. Emerson Xitoyda Uyg'urlarni xo'rlashga buyruq bergan amaldorlarni xalqaro sudda jazolashga tirishishning nihoyatda muhim va unumli bo'lganligini bildirgan. Şinjan İctimai Fənlər Akademiyası Til Tədqiqat İnstitutunun muavin başlığı G'ayrat Abdurahmanның tutqun qilinganligi dalillendi. Ma'lum bo'lishicha, u O'txo'r Jamat nomli tarjima kitobi sababli tutqun qilingan. O'txo'r Jamat nomli asar bir tarjima roman bo'lib, bu roman Nobel adabiyot mukofotiga erishgan Xitoy yozuvchi Mo Yan tarafidan yozilgan. Mazkur roman G'ayrat Abdurahman tarafidan tarjim qilinib, 2013-yili Qashqa Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Shu yili bu asar mazkur nashriyot tarafidan munavvar tarjima asar bo'lib baholangan edi. Ma'lum bo'lishicha, u bu yil 3-oyda tutqun qilingan. Muxbirimiz İctimai Fənlər Akademiyasiga telefon qilib, mazkur akademiyaning bir xodimidan G'ayrat Abdurahmanning bu yil 3-oyda tutilganligi to'g'rimi deb so'ragan. Bu xodim to'g'ri deb javob bergan. Lekin u G'ayrat Abdurahmanning tutilish sababi haqidagi savollarga javob bermagan. G'ayrat Abdurahman 1991-yildan beri Uyg'ur Avtonom rayonlik İctimai Fənlər Akademiyasida xizmat qilib kelayotgan edi. Muhtaram televizorchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Diqqat berganinglarga rahmat. Xayr xo'sh. Kelar hafta ko'rishaylik.